O'qimagan odam kelajakda araba tortadi deyishadi. Bu narsaga men juda noto'g'ri qarayman. Nimaga? Bizlarni o'qimasligimiz ishimizni kelajagiga ta'sir qiladi degani emas. Odamni qo'lida hunari bo'lsa agar, u hech qachon kam bo'lmaydi u odam. Erkak kishining qo'lidan biron nima kelish kerakda, faqat o'qish emas. To'g'ri. Lekin baribir o'qish kerak deyapti-yu hamma. Ko'pchilik hozirgi zamonda diplom uchun o'qiydi. Diplomi bor odamlar ham taksi bosib yuribdi hozir. O'qimagan odam kelajakda araba tortadi deyishadi. Bu narsaga men juda noto'g'ri qarayman. Nimaga? Bizlarni o'qimasligimiz ishimizni kelajagiga ta'sir qiladi degani emas. Odamni qo'lida hunari bo'lsa agar, u hech qachon kam bo'lmaydi u odam. Erkak kishining qo'lidan biron nima kelish kerakda, faqat o'qish emas. To'g'ri. Lekin baribir o'qish kerak deyapti-yu hamma. Ko'pchilik hozirgi zamonda diplom uchun o'qiydi. Diplomi bor odamlar ham taksi bosib yuribdi hozir.